Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga men bitta ko'p so'raladigan savollardan bittasiga javob berib o'tmoqchiman. Juda ham ko'pchilikda tushunmovchilik bo'ladi. Mana matkanning ichida kelishadi, ertasi rokda homila yo'q. Voy, menda testda chiqyapti-ku, endi homilador emasmanmi deb tushkunligi tushadi, siqilishadi. Siqilishga voqli hali, chunki homila hali urug'lanib yo'lda bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo ba'zida kichkina hali joylashgan ham transabdominalli, ya'ni qorin ustidan bunaqa dachik bilan ko'ringanda ko'rinmasligi mumkin. Biz shuning uchun mana transvaginalli mana bunaqa dachikimiz bilan matkani ichkarisiga mana matka bo'ladigan bo'lsa, mana shu matkani faqatgina qinga kirib, qin orqali ko'rishimiz mumkin. Matkani ichiga kirmaymiz, mana shu qin orqali ko'ramiz va bunda dostoverniy informatsiya bo'ladi. Ya'ni ertasi roklarda ham mana shunaqa kirganimizda matkani ichida mana shu yerda homilani yaxshiroq ko'ramiz va endi kichkina joylashgan homilani ham topib olishimiz mumkin. Shuning uchun hech qanaqa oldindan o'ylab topilgan afsonalarga ishonmasdan bemalol mana hozirgi bu tekshiruvga ishonib bemalol transvaginalniy ko'rinishlar mumkin. Hammalarga xayrli, chiroyli, yengil o'tadigan homiladorlik tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.